Uchar Universitet. Avtori Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Taklamakan Uyghur Neşriyatı. Qadam-qadam ijtimoiy kuchlarga yuzlanish. Unchidek to'kkan yoshlaring qayta kelar bir kuni sharq marvoyatiga aylanib. Algan qarzini avutib, 10 hassa xushalliqqa aylantirgan holda. Shakespeare. Ma'rif sohasiga o'zgarishlar tez suratda ilgarilayotgan shu kunlarda Polsha yana emgakchilar va cherkovdan iborat ikki ayrim sabda tarixiy musobalarni boshdan kechirmoqda edi. Uchar Universitet faoliyatga o'tgan yil bu ikki sabdimi muhim o'zgarishlar maydonga keldi. Hamkorlikning negizini tashkil qilgan mashhur uyushmalar paydo bo'lishga boshladi. Shu yili John Paul II poplikqa saylandi. Yangi pop natsiz ishg'oliyati yillarida Polshada yer osti leksiyalarini izchil davomlashtirgan Karol Wojtylaning dal o'zi edi. İlgirki çağlarda emgakchilar va cherkov bilan ziyolilar orasida astoydil hamkorliklarning o'rnatilganligidan eg'iz echish nihoyatda nodir ko'riladigan ahvol edi. Masalan, o'quvchilarning 1968-yildagi fikr erkinligi talabi non ko'ydagi emgakchilarga nisbatan ma'nisiz edi. Shuningdek, 1970 va 1971-yillardagi ish tashlash faoliyatlarida ishchilar olg'a surgan iqtisod markazlik istaklarmi o'quvchilar va ziyolilar kun tartibining oldingi qatoridagi modellar emas edi. Biroq cherkov har ikki qatlamning istaklarining orqasidan o'rin oladi. Ammo u namoyishlarga bevosita ishtirok qilishdan yiroq turadi. Bu qatim bo'lsa har uch qatlam orasida kuchli ishbirligi va hamkorlik zamini bor edi. O'qituvchilar, jurnalistlar, yozuvchilar, qonunshunoslar, iqtisodshunoslar emgakchilarning istaklarini qo'llab bayonotlarni e'lon qiladi. Ularning faoliyatlariga ishtirok qiladi. Ularning nomidan uchrashuvlarga qatnashadi va emgakchilar harakatining kuchli nazariy asosga ega qilinishiga hassa qo'shadi. Cherkovmu qarshilik ko'rsatayotgan emgakchilarning oila tavobatlariga yordam berish maqsadida qo'llash sistemasini qurgan edi. Buningdan sirt emgakchilarga kayfiyatni yaxshilash yordami beradi. Ularni tarbiyalaydi. Bu jarayonda hamkorlikning a'zo soni 10 millionga yaqinlashdi. Bu Polsha jami nopisining 4/1 teng keladigan son edi. Papaning 1979-yili ona vatani Polsha qilgan ahamiyatli ziyoratimi millionlarcha kishini maydonga to'plagan va erkinlik harakatini tezlatgan edi. Davlat bo'lsa, xalqning o'z tizginidan allaqachon chiqib ketib bo'lganligini ro'shan ko'rib yetgan edi. Katolik cherkovi uzundan beri Polsha jamiyatida cho'nqur yildiz tortgan kuchli bir muassasa edi. Shunga kommunistik tuzum uningga cheklanmagan edi. Bo'lmasa, Rossiyaning o'zidagi Rus Ortodoks cherkovi Sovet davlat bexatarligi idorasi, ya'ni KGBning nopizi ostida edi. Polsha xalqining cherkovga bo'lgan sadoqati bu davlatda bundoq bir ishning takrorlanishiga imkoniyat qoldirmagan edi. Uch qatlam o'tirisidagi hamkorlikqa haqiqiy kuch bag'ishlagan omil bo'lsa, ularning zo'ravonlikdan saqlanish jihatidagi irodasi edi. Polshadagi erkinlik harakatlarining o'tmishida har turli usullari bor edi. Hozir bo'lsa, polshalik emgakchilarmi, ziyolilarmi hamma ishni joyida qildigan, o'tmishdan qaysi tajribaning elinishi kerakligini to'g'ri bekitgudek sapoga ega edi. Yana shu Polsha xalqi 2 dunyo urushi mezgilida natsistlarga qarshi bir vatan armiyasini qurib chiqqan edi. Lekin vatan armiyasi bir armiya edi. Biz armiya emasmiz. Zo'ravonlik, ya'ni hamkorlikning o'limi bo'ldi. Bizning vazifamiz bu qarshilikning terrorizmga egib ketishning oldini olishdir, deydi hamkorlikning aktiv a'zolaridan Bogdan Les.
Hökumətning o'qituvchilar safida ko'rishni eng ko'p orzu qiladigan ishning zo'ravonlik ekanligidan hech kimning shubhasi yo'q edi. Buni ziyolilarmu, emgakchilarmu yaxshi biladi. Uchar universitetining o'qituvchilaridan va o'qituvchi harakatining boshlamchilaridan dangliq adabiyotchi Adam Mexnik mavjud turmalarga bostirib kirish bilan o'zimizmi bilib bilmay yangilarni barpo qilgan bo'lamiz deydi. Yatsek Korunmu kuch ishiltish moyilligidan saqlanish to'g'risida ogohlantiradi va zo'ravonlikning hokimiyatni o'zgartgan taqdirdami hech bir zamon erkinlik ilib kelmaydiganligini jeklaydi. Buningga o'xshash so'zlarni nazariy muhitda deyish osonda qilsimi, yillarcha davomlashgan, nurg'un kishilarni o'z ichiga olgan bir kurashda bundaq bir prinsipni himoya qilishning va amillashtirishning qiyinchiligi haqida qanchalik gap qilinsa, mubolag'a hisoblanmasligi kerak. Chunki musbat bir harakatning natijasini oldin ko'rish yiroq ko'rarlikni talab qildi. Jimjit bir namoyish orqali haqqini talab qilgan emgakchilardan 45ning saqchilarning o'qida o'ldirilishi, 2500 emgakchining tutqun qilinib, hammasining nihoyatda qattiq urilishi, uchar universitet o'quvchilarining pat-patla tutqun qilinishi, qiyin qisloqqa duchor bo'lishi va buning o'xshash voqealarning uzun yillar bo'yicha davomlashib menishi bir tarafdan xalqni jimoqtirishni nishon qilsa, yana bir tarafdan g'azabini qo'zg'ash orqali ularni zo'ravon yo'l tutishga ittirish maqsad qilingan bir siyosat edi. Agar bu siyosat har qanday bir nuqtada nishonga yetib qolgan bo'lsa edi, har holda Polsha kommunizm asoratini ko'chishga boshlagan bir davlat bo'lolmaydi. Balki Sovet diktatorligiga qarshi kurash yana uzun yillargacha davomlashgan bo'ladi. Diktatorlarning istibdodlarini davomlashtirish uchun xalqning yordamiga muhtoj ekanligini eng yaxshi bildiganlarning biri Gandidir. 20-asrdagi nihoyatda ko'p erkinlik kurashlarga ilhom bergan Gandi, boshqarilganlarning yordam bo'lmasa, inglizlar Hindistonni boshqarolmaydi degan qarashda edi. Gandining bu qarashni tayanch qilgan holda shakllantirgan va hindi tilida haqiqat va chin eslish degan ma'nodagi ikki so'zdan tarkib topgan satyagraha harakati zo'ravonlikdan xoli qarshilik ko'rsatish modelini tashkil qiladi. Hatto Gandining ta'biri bo'yicha bu bir qarshilik ko'rsatish modeli emas, yagona qarshilik ko'rsatish modeli va to'xtinmi musbat ifra moddasidanmi ta'sirli bir kuch edi. Gandi tarafidan go'yo bir ilm shaklida o'tirib qo'yilgan bu model 20-asrning ko'plagan muhim zotlarga ta'sir ko'rsatdi. Martin Luther King Hindistonga kelib, Gandining metodlarini tadqiq qildi. Polsha hamkorlik harakatining rahbarlaridan Zbigniew Boyak Gandining Martin Luther Kingning asarlarini o'qigan va ularning metodlarini qabul qilgan deydi. O'qituvchilarning temir parda orqasidagi donliq kishilardan Chexoslovakiyalik yozuvchi va kommunizmdan keyingi Polsha prezidenti Vatslav Havelmu Gandining so'zlariga o'xshash so'zlarni ishlatib, haqiqat bilan yashash degan uqumni o'tirib qo'ydi. Havel bu formulasi orqali kishilarning go'yo bir besim tuzumi faqatla yo'qdakla kundalik turmushlarini davomlashtirish kerakligini ilgari suratdi. Bu formula 80-yillarda Polshani o'z ichiga olgan temir parda orqasidagi davlatlarda keng qo'llashga erishdi va ta'sirini ko'rsatdi. Anni Ablaonum ismli bir g'arblik jurnalist bu prinsipning ijro qilinishi to'g'risidagi ko'zatishlarni oradan 2 yillar o'tgandan keyin mundaq bayon qilgan edi. Polshaga 1987-yili tunji qatim borganimda do'stlarimning uyida turdim. Qonun bo'yicha bir xususiy uyda turayotganligimni saqchilarga ma'lum qilishim kerak edi. Do'stlarim, biz bundaq qilmaymiz. Biz saqchilarning biz bilan kimlarning turganligini bilish haqqining borligiga ishonmaymiz. Shuning bilan men saqchilarga o'zimni tizimlatmadim. Menga o'xshash minglarcha kishi o'xshash usulni qo'llanganligi uchun qonun vaqtning o'tishiga ergishib ijro qilib bo'lmaydigan holga tushib qoldi. Növbətdə dünya puxralar itaətsizliyi deb bildiğin demokratiya və kişilik hüquq sahəsində vaz keçilməz orunğa ega bir uqum
Shundoq qilib, dunyoning eng qattiq qo'l diktatorlarining biri ichida kishilarga yashashga bo'ladigan sohalarni ichishga boshladi. Boshlarda mustabid bir tuzum yo'qdekla ish harakatlarini davomlashtirgan xalq tashqi dunyoga saxta organ va uqumlarning kichik ammo haqiqiy modellarini o'zlarining ichki dunyolarida shakllantirdi. Uchar universitetlarni qurdi, ko'rgazmalarni ochdi, konsertlarni berdi, leksiyalarni o'rinlashtirdi, jamiyatlarni qurdi. Oxirida bu kichik dunyolar zo'raydi. Ular zo'raygan sari sirdidikilar kichikildi. Nihoyat, ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi organlar Charles F. Baxmollarining ta'biri bo'yicha davlat kontrolining atrofida bir pilag'ozi shakllantirib, uni talto'kis yolg'iz qo'yib, jamiyatning sirtiga ishtirib chiqaribdi. Gerçi ilm ahlilarining, san'atchilarning, diniy zotlarning ko'rishi siyosiy kurash bo'lmasimu, mayli ilm, mayli san'at, mayli din bo'lsin, hamma narsani davlat o'zining siyosiy sohasi ichida deb qaraganligi uchun bu sohalarda qilingan har qanday ish, qisqasi bir uydagi matematikaga doir datalashmu natijada davlatga qarshi jinoyat turiga kiratdi va bundaq bir zidlashishda mag'lubiyatga uchraydigan taraf muqarrar holda davlat bo'ladi. Hamkorlik saflaridagi ko'rishi tufayli tutqun qilingan polshalik tarixchi Bronislav Gemerik bu ahvolni nihoyatda cho'ng bir zavodni buzib qo'ydigan bir qum donasiga o'xshatib izohlaydi. Qarshilik ko'rsatkichlarning kayfiyati siyosiy va harbiy kuchni tayanch qilgan sistemalar oldida ümidsizlik tusga ega bo'lsa-mu, cho'ng, biroq sezgir bir zavodning tishlarining orasiga kirib qolgan bir qum donasiga o'xshash rol o'ynaydi. Siyosatdan ro'shan shaklda yiroq turgan va ma'rifga, ilm va fikr almashtirish sohasidagi muayyan guruhlarning asosiy haq-huquqlariga markazlashgan bir ijtimoiy organ tushunchasimi hokim mutlaqlikqa qarshi intayin zo'r yoshirin kuchga ega edi. İctimai kuchning avangardlari dastlabki chog'larda hargizmi cho'ng emas edi, lekin ular bir markazlashish nuqtasi edi. Ular go'yo atmosferadagi bulut parchalarini atrofiga to'plab, taqqa o'xshash cho'ng bulutlarga aylangan markazlashish nuqtasiga o'xshaydi. Vatslav Havel mushundaq bir rolni bevosita ado qilgan bir ziyoli bo'lish sifati bilan maqolalarining birida bu haqdagi qarashlarini mundaq bayon qildi. U nuqta borgan sari ro'shanlashmoqda. Qaramoqqa ojiz, lekin haq so'zni yangirtish jasoratiga ega, butkul hayoti bo'yicha so'zning orqasida turadigan, buning uchun og'ir badal to'lashga tayyor faqat birla kishining kuchi, ismi soni noma'lum minglarcha bilet tashlag'uchining kuchidanmi ortiqdir. Bu qurlarda bayon qilingan odatdagi kishilarning bu g'oyat zo'r kuchining nima temalarga qodir ekanligini ko'rsatadigan nihoyatda ko'p voqea Polshada orq-orqadan yuz berdi. Dastlabda bu sahnaga Chorosiya bilan Prosiya chiqib tushdi. Har ikkisining yer yuzida Polshaga tava hech qanday iz qoldirmaslik irodasi qat'iy edi. Lekin izlari bilan birlikda yo'qolganlar dal o'zlari bo'ldi. Arqadan natsistlar keldi. Ular 1975-yilgacha Polsha millatini butunlay yo'qotib tashlashni planlagan edi. Lekin ularning umrlari 5 yildan oshmadi. Arqasidan Sovet ittifoqi o'xshash nishonni ishga oshirishga urindi. Nihoyatda cho'ng bir imperiya butun kuchini Polshaga markazlashtirgan paytlarda davlatning mashhur universiteti yana yer ostida uchishga boshlagan. Oddiy sadda insonlar yana kitoblarga va qalamlarga esilgan edi. Yana öy-öy mehmon bo'ldi. O'qituvchilar bilan o'quvchilar xufiyona holda uchrashdi. Kechining zulmatli qorong'uliqlarida va ko'zdan yiroq yerlarda ilm va san'at muhokama qilindi. Uzun o'tmayla buyuk bir imperiya bir qog'oz qal'a misoli yiqilib tushdi. Dastlabki g'irslash ovozlari hammadan avval Uchar universitetining davlatidan olinishga boshladi. Bugun orqasiga burilib qaraganlar polshaliklarning 2 asr mobaynida kuchlik yiroq ko'rarlik bilan ishongusiz ishlarni ro'yobga chiqarganligini osonla ko'rib ola oladi.
Şundaqla hech kim vaqalarning ichida turib, mushundaq bir yiroq ko'rarlikni, ya'ni bo'libmi bir xalq sifatida namoyon qilishning oson ish emasligini ilgari so'ralaydi. Chunki polshaliklar ishg'ol qilinish, yo'qotilishga o'xshash og'ir fojialarga duch kelgan edi va kichik ishlar bilan hapilish orqali cho'ng bir ishni ro'yobga chiqarish va bu falokatlarni yengishga tirishmoqda edi. Bular ilm-fanni o'rganish, qurmuqur fizik o'rganish, she'r o'qish, muzika ishlash, bir rasmni tadqiq qilish, bir fan yoki san'at turining inchikliklarini o'rganish yoki butun bularni odatdagi bir qancha odamga o'rgatish uchun yillar bo'yicha hayotlarini xavfga ittirib, hatto ba'zilar pido qilib, o'g'zi bilan to'g'ris oralarda, yer osti uylarning bulonlarida ma'rifni davomlashtirgan edi. Lekin bu kichik ishlarning atrofiga to'plangan kichik to'pliqlar, ba'zida bir boshlang'ich sinfi, ba'zida bir naqsha muzika guruhi, ba'zida bir adabiyot anjumani holatida yer ostida aylanib yurib, mustaqil bir xalqning asosliq to'riklarini Polsha zaminlarining cho'nqurliqlarigacha tiklamoqda edi. Bu guruhlarga qatilganlarning har biri bir tarafdan ximiya formulalarini yodlasa, yana bir tarafdan xarakteri va erkinligini hokim mutlaq tuzumlarga va mustamlikachilarga qarshi tura oladigan bir vaksinani genlariga urgan edi. Lekin bu polshaliklar har qanday virusga qarshi turadigan vaksina bilan qurollandi deganlik emas edi.